Сегодня мы с вами приготовим осенний теплый салат с лисичками, шампиньонами. Bugün biz sizning bilan kuzgi salat hazırlarız. Buning uchun bizga shampinyon, ham ateş gümbelari, pishgan barangi, salat yaproqlari, rukola, cheri pomidori kerak bo'lacak. Birinchi shiratda kichkina barangilarni zo'r bo'lmagan kesaklarga bo'lamiz. Shampinyonni pishmoqlab, ateş gümbesini 2 ilishga bo'lib turibmiz. Yoshqina ateş gümbesinden eşitem kilim. Bu işraqda olarni 15-20 sekundga qoynagan suga solib olirga kerak. Cherry o'rnina g'adatiy tomat da qo'llanirga mumkin. Hozir borisida biroz qizg'altis kirgancha tobada qizdiramiz. Birinchi barangini, eng so'ngidan shampinyonni solamiz. Tuz, borish istaymiz. Ayrim soatda salat, rukola, tomatni, tuz ham yogurt solib bulg'atamiz. Hozir borliqsi ne'matni motorlab bir talinkada o'rnashtiramiz. Ustidan ukrop mayada solamiz. Приятного аппетита! Ta'mli bo'lsin.